Anons, anons, anons. Ayollarimiz salomatligini mustahkamlash uchun, ularga ko'pdan ko'p foyda keltirish uchun Doktor Profi klinikamizda juda muhim yangilik Kegel tronini olib keltirdik. Bu apparat qaysi holatlarda ishlatiladi? Tin devorlari tushishlarida, birinchi darajali holatida, siydik usholmaslik, siydik tutolmaslik holatlarida, amsirganda, yo'talganda, bexosda siydik yo'llari bo'shashib ketish holatlari. Tug'ruqdan so'nggi reabilitatsiya davrida tug'ruq yo'llarini kengayib ketish holatlarida toraytirish maqsadida ishlatilgan apparat. Undan tashqari, muntazam jinsiy hayotda yashab kelayotgan ayollarimiz uchun, ko'p tug'ruq sodir qilgan qahramon ayollarimiz uchun, yirik farzand homila tuqqan ayollarimiz uchun juda katta yangilik va yordam va intim hayotingizni yaxshilash maqsadida, jinsiy hissiyotlaringizni mukammallashtirish maqsadida qo'llanadi. Mashhur Kegel kreslosi nafaqatgina ayollarning salomatligida, erkaklarning salomatligida ham juda muhim ahamiyatga ega. Erkaklar bepushtligida, prostatit kasalliklari holatida, xuddi shunday ayollar kabi siydik usholmaslik, siydik tutolmaslik, shamollash jarayonlarida qo'llaniladi.